Surxondaryo viloyatida miloddan avvalgi yillarda qurilgan minoralarni restavratsiya qilish, uni UNESCO ro'yxatiga kiritish bo'yicha samarali ishlar amalga oshirilmoqda. Baktriyaning ko'hna shaharlaridan biri bo'lgan Termizda qadimgi buddaviylikka oid me'moriy tarixiy obidalar juda ko'p. Xuddi shunday joylardan biri Zurmala stupasidir. Zurmala minorasi miloddan avvalgi 2-asrda qurilgan bo'lib, u o'sha kezlari yirik monastirlik jamoasining budda e'tiqodi markazi bo'lgan. Bugungi kunda minoraning balandligi 11 metr, kengligi esa 6 metrli joyi saqlanib qolgan. Arxeologik tadqiqotlar natijasida Zurmala minorasi xarobasining balandligi qariyb 18 metrga teng bo'lgan. Arxeolog ekspeditsiyalar natijasida shuni taxmin qilinadi, bu stupani qurilishga taxminan 1.200.000 dan ziyod g'isht ketgan, ya'ni xom g'ishtdan foydalanilgan deb. Termizdagi buddaviylik tarixiy yodgorliklari, jumladan Zurmala stupasini UNESCOning Butunjahon madaniy merosi ro'yxatiga kiritish bo'yicha ishlar jadal sur'atda amalga oshirilmoqda. Bu tashabbus turizmni rivojlantirishda ham muhim ahamiyat kasb etadi. Mana yaqinda UNESCOning vakillari kelib ketishda, birinchi navbatda Termizda buddaviylik inshootlarini UNESCOning ro'yxatiga kiritish. Bu ro'yxat Osiyo va Tinch okean havzasi yodgorliklari deb nomlanadi. Mana shunda hozir bir yo'nalishda, ayniqsa sayyohlarni jalb qilish maqsadida Termizning buddaviylik yodgorliklari hammasini yaxlit bir yo'nalishga birlashtirib, UNESCOga hozir taqdim qilindi. Madaniy merosni muhofaza qilish, tiklash va targ'ib etish borasida qator amaliy rejalar ishlab chiqilgan bo'lib, ular doirasida tarixiy yodgorliklarni ilmiy o'rganish, restavratsiya va konservatsiya ishlarini takomillashtirish hamda ulardan turizm yo'nalishida samarali foydalanish maqsad qilingan. Hozir loyiha bo'yicha bu yerda maxsus kiosklar o'rnatib, bu yerdan topilgan topilmalarning rasmlari, qazuv ishlari jarayoni va umuman Zurmala to'g'risida butun mavjud ma'lumotlarni informatsiya shaklida, roliklar shaklida mana shu tashrif markazlari xonalari deymiz, mana shularga joylashtiriladi. Darhaqiqat, arxeolog olimlar tomonidan olib borilayotgan ilmiy tadqiqot qazishma ishlari Zurmala, Fayoztepa, Qoratepa, Bolaliktepa kabi ko'plab yodgorliklarning hali fanga noma'lum qirralarini kashf etib, tariximizni, yurtimiz ilm-fan rivojini jahonga namoyon etadi.